Obunachilar, bitta yaxshi Cobalt chiqib qoldi. 2015-yilga akamiz bozorga chiqarishga tayyorgarlik ko'ryapman dedi. Aytdim, buni YouTube ga bir chiqarib ko'raylik, Instagramlarga bir chiqarib ko'raylik. Может, o'zimiz obunachilar olib qo'yar. Sostoyanasi yaxshi. Udar yo'q, oldi orqasida udar yo'q. Faqat ikkita eshigida petnosi bor ekan. 3-pokoleniya metani bor. Yurgani 138 ming. Salonlari normal turibdi. Holat juda ham chiroyli. Oldi orqa udar yo'q, faqat ikkita eshigida petno bor dedi. Xarajatsiz. Kimga qiziq bo'lsa, tepada nomerlarni qoldiraman. Ko'rasizlar, zavod bo'lishini ham kerakdi. Ovozlari zo'r. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Kimda kim Cobalt olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, gazini bosib o'rasizlar, jigarlar. Motorlarni ham ochib ko'ramiz. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'raveradi dedi. Narxini ham hozir bilamiz egasidan. Pokoleniya emasmi yo'q? Metan pokoleniya emas ekan. Bu oddiy metan-ku, pokoleniya emas. Pokoleniya nima metan? Oddiy, ha? Narxi nechi pul deyapsiz buni? Narxi qancha? Narxi bo'lishi kelishtirib aytib bering. 108 ga berib beramiz. 108 bo'lsa bosib berasiz. Bo'lishi. Dakim qayerda bitadi bu? Dakim shu yerda bitadi. O'zimiz sho'rchida bitadi. Olib sotdi bo'lib kelgan. Bolon holatlari ham unchalik anoyi emas bo'ladi. Yurib beradi sizlarga. Kimga qiziq bo'lsa chiqasizlar. Hamma joy cheki ishlab turibdi, yurib turibdi. Ha. Aka nomerlarini qoldiraman. Kelishasizlar. Yana ham. Holat juda ham chiroyli. Bosa orasizlar, kimga qiziq bo'lsa, jigarlar. Udar yo'q.